21-asrga kelib, xalqaro siyosiy va mafkuraviy maydonda diniy bag'rikenglik, dinlar aro muloqot, sivilizatsiyalar muloqoti kabi shiorlar keng targ'ib etilmoqda. Xalqaro tashkilotlar, g'arb universitetlari, siyosiy institutlar va ommaviy axborot vositalari ushbu konsepsiyalarni global tinchlik va o'zaro tushunishni ta'minlovchi universal qadriyatlar sifatida taqdim qilmoqda. Biroq mazkur tushunchalar kapitalizm mafkurasi doirasida ishlab chiqilgan va uning manfaatlariga xizmat qiladigan diskurs bo'lib, aslida turli dinlar o'rtasidagi muloqotni emas, balki islomning jamiyat hayotini tartibga soluvchi xususiyatini inkor etish va islomni siyosiy hayotdan chetlatishni maqsad qilgan strategiya hisoblanadi. G'arb intellektual doiralari islomni yahudiylik va nasroniylik kabi dinlar qatorida faqat ruhiy din sifatida taqdim etishga intiladi. Bu esa islomning tabiatiga ziddir. Chunki islom faqat ibodatlardan iborat emas, balki inson hayotining barcha sohalarini qamrab olgan mukammal hayot tuzumidir. Bu masalani tushunish uchun avvalo dunyoqarash tushunchasining mohiyatini anglash zarur. Dunyoqarash hayot haqidagi barcha tushunchalar majmuasi bo'lib, u insonning borliq, inson va hayot haqidagi asosiy tushunchalarga ko'ra belgilanadi. Dunyoqarash ilohiy ta'limot asosida shakllanadi yoki inson tomonidan o'ylab topilgan to'qima bo'ladi. Islom dunyoqarashi vahiyga asoslangan ilohiy dunyoqarashdir. Bugungi kunda dunyoga hukmronlik qilayotgan kapitalizm dunyoqarashi esa inson o'ylab topgan to'qima dunyoqarashdir. Bu ikkisi ham hayot haqidagi barcha tushunchalarga ega bo'lgani uchun muayyan dunyoqarash hisoblanadi. Yahudiylik yoki nasroniylik esa dunyoqarash emas, chunki ularda hayot haqidagi barcha tushunchalar emas, balki ibodat, yemoq-ichmoq, kiyim-kechak kabi ba'zi narsalar haqida tushunchalari bor xolos. Shu sababli Yevropa xalqlari nasroniylikka e'tiqod qilsa-da, hayot tarzini shakllantirish uchun sekulyar dunyoqarashni qabul qilgan. Xuddi shuningdek, yahudiylikka e'tiqod qiluvchilarning dunyoqarashi ham dinni siyosatdan va davlatdan ajratadigan kapitalistik dunyoqarash ekanini ko'ramiz. Demak, dunyoqarash inson yashash tarzini shakllantiruvchi hayot haqidagi barcha tushunchalar yig'indisidir. Shunga ko'ra, ba'zi tushunchalarga ega bo'lgan yahudiylik yoki nasroniylik dinlari dunyoqarash emas. O'z navbatida hayot haqidagi barcha tushunchalarga ega islom yoki kapitalizm esa muayyan dunyoqarashdir. Biroq bu ikki dunyoqarashning asoslari mutlaqo ziddiyatli bo'lgani uchun tamoman bir-biriga zid hisoblanadi. Kapitalizm dunyoqarashi o'rta asrlardagi cherkov hukmronligiga qarshi reaksiya sifatida paydo bo'lib, dinni hayotdan, siyosatdan ajratish kerak degan o'rtacha yechim asosiga qurildi. Natijada din shaxsiy hayot doirasiga cheklab qo'yildi. Islom dunyoqarashi esa bunga tamoman zid bo'lib, Alloh roziligiga erishish uchun hayotning barcha sohalari, boshqaruv, tashqi siyosat, iqtisod, ta'lim, ijtimo kabilar shariat qonunlariga muvofiq tartibga solinishi shart. Boshqacha aytganda, Allohning hukmlari hokimiyat darajasida tatbiq qilinishi lozim. Aynan islom dunyoqarashi jamiyat va xalqaro maydonda tatbiq etilishi natijasida ummat insoniyat yetakchisiga aylandi hamda butun olamni hidoyat va baxtli kelajak sari yetakladi. Kapitalizm dunyoqarashi egalari bo'lgan G'arb esa o'z yetakchiligini boy bermaslik uchun bugunga qadar islomga qarshi tinimsiz hujumlar qilmoqda. Mana shu hujumlarning eng xatarlisi mafkuraviy hujumdir. Kapitalistik G'arb islomni tuzum sifatida hayotga qayta kelmasligi va islom ummati yana yangidan insoniyat yetakchisiga aylanmasligi uchun islomni yahudiylik va nasroniylik dinlari kabi hayot haqidagi ba'zi cheklangan tushunchalarga ega din sifatida talqin qilmoqda. Bu hujumlar ta'siriga tushgan musulmonlar esa o'zlari e'tiqod qilgan islomni dunyoqarash sifatida emas, balki ibodat va axloq dini sifatida tushunib, boshqa din egalari kabi kapitalizm dunyoqarashini qabul qilgan holda o'z yashash tarzini shakllantirmoqda. Vaholanki Alloh nozil qilgan islom hayot haqidagi barcha narsalarga taalluqli tushunchalarga ega bo'lgan dunyoqarashdir.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Sizlarga kitobni har bir narsani bayon qiluvchi sifatida musulmonlar uchun hidoyat, rahmat va xushxabar etib nozil qildik. Kapitalistik g'arb islom dunyoqarashiga qarshi kurashda faqat mafkuraviy hujumlar bilan cheklanib qolgani yo'q. U bu kurashni siyosiy, iqtisodiy va harbiy uslublar orqali ham izchil ravishda olib bormoqda. Chunki islom olami joylashgan hudud geosiyosiy jihatdan juda katta ahamiyatga ega. Bu mintaqada dunyodagi eng yirik neft va gaz zaxiralari, noyob tabiiy resurslar hamda xalqaro savdo va transport yo'llarining strategik tugunlari joylashgan. Shu sababli kapitalistik dunyoqarashning ajralmas xususiyati bo'lgan mustamlakachilik siyosati g'arb davlatlari tashqi siyosatining uzviy qismiga aylangan. Ular islom yurtlari boyliklarini nazorat qilish, siyosiy ta'sirini saqlab qolish va global hukmronlikni ta'minlash maqsadida turli jirkanch vosita va uslublardan foydalanmoqda. Bu jarayon tarixan mustamlakachilik davridan boshlangan bo'lib, mustamlaka davlatlar nomigagina mustaqil deb e'lon qilinganidan keyin ham o'z mohiyatini yo'qotmadi. Faqat uning shakli o'zgardi. Endi to'g'ridan to'g'ri koloniya boshqaruvi o'rniga siyosiy bosim, iqtisodiy qaramlik, xalqaro institutlar orqali ta'sir o'tkazish, mahalliy rejimlar orqali nazorat qilish kabi yangi uslublar qo'llanilmoqda. Shu bilan birga g'arb davlatlari zarur deb bilgan paytlarda harbiy intervensiya, mintaqaviy mojarolarni qo'zg'atish va xavfsizlik bahonasida harbiy bazalar joylashtirish orqali ham o'z manfaatlarini ta'minlashga harakat qilmoqda. Bu voqelik ayniqsa Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi mintaqasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda Amerika ushbu hududdagi faolligi nafaqat siyosiy va harbiy ta'sirini saqlab qolish, balki strategik resurslar va xalqaro yo'llar ustidan nazoratni ta'minlashga qaratilgani kundek ravshan bo'lib bormoqda. Neft zaxiralari, global energetika bozori va xalqaro transport yo'llari ustidan nazoratni qo'lga kiritish AQSh geosiyosiy strategiyasining markaziy masalalaridan biriga aylangan. Bu holat islom va kapitalistik dunyoqarash o'rtasidagi ziddiyat faqat fikriy bahslar bilan cheklanmasligini ko'rsatadi. Aksincha, bu ziddiyat mafkuraviy, siyosiy va iqtisodiy manfaatlar o'zaro to'qnashgan keng ko'lamli global kurash sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois islom olamiga nisbatan olib borilayotgan bosim va aralashuvlarning faqat mintaqaviy, siyosiy voqealar sifatida emas, balki mafkuraviy dunyoqarash darajasidagi kurashning manzarasi sifatida baholash zarur. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda g'arb tomonidan ilgari surilayotgan diniy bag'rikenglik va sivilizatsiyalar muloqoti kabi shiorlar ortida muayyan mafkuraviy strategiya yotadi. Bu strategiyaning asosiy maqsadi islomni siyosiy hayotdan chetlatish, musulmon yurtlaridagi jamiyatlarni sekulyar dunyoqarashga moslashtirish va g'arb sivilizatsiyasining global yetakchiligini saqlab qolishdan iboratdir. Shu sababli musulmonlar islomni faqat ibodat va axloq dini sifatida emas, balki Roshid xalifalik davlatini barpo qilish orqali inson hayotining barcha sohalarini tartibga soluvchi dunyoqarash sifatida anglashlari zarur. Chunki islom insoniyatni adolat, farovonlik va haqiqiy taraqqiyotga yetaklaydigan yagona mukammal hayot nizomidir.